Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda pensionerlarga oldin to'lanmagan, noto'g'ri hisoblangan yoki ushlab qo'lingan pullar qaytarilishi mumkin. Bu gapni eshitib, hamma pensionerga pul tarqatilarkan deb xulosa qilishga shoshilmang. Aynan shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rish kerak. Chunki kimga pul qaytarilishi mumkin, kimga qaytarilmaydi, qaysi holatda ariza berish kerak. Qaysi holatda kutib o'tirish xato bo'ladi. Bularning hammasini men oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Ko'p hollarda pensioner odam hujjat ortidan yurishga qiynaladi. Navbatda turishga holi bo'lmaydi yoki o'z haqini talab qilishdan tortinadi. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga yetkazishni unutmang. Men bu masalani mutaxassis sifatida imkon qadar aniq hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvalo bir narsani bilib olaylik. Pensiya degani oddiy, har oy bir xil pul tushadi degan narsa emas. Pensiya miqdori odamning ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlari, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir huquqlari, ayrim ustamalar va qonunchilikdagi o'zgarishlarga qarab hisoblanadi. Demak, hisob-kitob murakkab bo'lsa, xatolik chiqishi ehtimoli ham bor. Oldin ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin uning qanday hisoblanganini chuqur tekshirmas edi. Davlat biladi. Menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb yuraverardi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'lgan. Odamning ish staji to'liq kiritilmagan, arxivdan kelgan ma'lumot kechikkan, oylik maoshi bo'yicha hujjatda raqam noto'g'ri o'qilgan. Imtiyozli davr hisobga olinmagan yoki pensiya qayta hisoblanishi kerak bo'lgan paytda bu ish vaqtida bajarilmagan. Hozir esa eng muhim o'zgarish shundaki, pensioner o'z pensiyasining to'g'ri hisoblanganini tekshirtirishga haqli. Agar kam to'langan pul aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda farq summasi qaytarilishi mumkin. Men bu yerda albatta hamma borib pul oladi demayapman. Men aytayotgan narsa shuki, agar xatolik pensioner foydasiga emas. Ya'ni pensionerga kam pul to'langan bo'lsa, bunday holatni aniqlash va qayta hisoblatish mumkin. Masalan, pensioner 2020 yildan beri pensiya olayotgan bo'lsin. Unga pensiya tayinlanganda 28 yil ish staji hisoblangan. Lekin aslida arx hujjatlariga ko'ra 34 yil staji bor. O'sha 6 yil kiritilmay qolgan bo'lsa, pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin. Agar hujjat bilan isbotlansa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim hollarda faqat kelgusidan oshiriladi. Ayrim hollarda esa oldingi davr uchun ham farq summasi to'lanadi. Buning aniq tartibi sababga hujjat qachon taqdim qilinganiga va xatolik kim tomonidan yuz berganiga bog'liq bo'ladi. Endi kimlar bu masalada jiddiy e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasi juda past chiqib qolgan, lekin o'zi uzoq yillar ishlagan odamlar tekshirtirish kerak. Masalan, odam 35-40 yil ishlagan, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin. Albatta, bu har doim xato degani emas, chunki oylik maoshlar past bo'lgani bo'lishi mumkin, lekin baribir tekshiradigan asos bor. Ikkinchi guruh turli korxonalarda ishlagan. Ayniqsa Sovet davrida kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tibbiyot, ta'lim, transport, aloqa yoki boshqa idoralarda mehnat qilgan odamlar. Bunday joylarda arx hujjatlari ko'pincha boshqa tumanga, boshqa tashkilotga yoki davlat arxiviga o'tib ketgan bo'ladi. Pensiya tayinlanayotgan paytda hujjat topilmasa, ba'zi davrlar hisobga kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh ayollar. Ayniqsa farzand parvarishi, dekret, bolalar soni, ish staji oralig'idagi tanaffuslar to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirtirish muhim. Ko'p ayollar men uyda o'tirganman, demak stajim kam deb o'ylaydi. Lekin ayrim davrlar qonunchilik bo'yicha ma'lum tartibda hisobga olinishi mumkin. Buni har bir holatda hujjat va qonun asosida ko'rish kerak. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu turdagi pensiyalardan o'ziga xos hisob-kitoblar bor. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi vaqtida kiritilganmi? Ustama to'g'ri qo'llanganmi? Bo'g'uvchining staji va ish haqi to'g'ri olinganmi? Bularning hammasi muhim. Endi hayotiy misol keltiraman. Deylik, Olib Takiz yoshli Akmal aka 1990 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan, undan oldin 12 yil qurilish tashkilotida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda qurilish tashkilotidagi 12 yilning faqat 7 yili tasdiqlangan. 5 yili arxivdan javob kelmagani uchun hisobga kiritilmagan.
Natijada uning pensiyasi oyiga 120 ming so'mga kamroq chiqqan bo'lishi mumkin. Agar keyin arxivdan hujjat topilsa va 5 yil staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Agar farq oyiga 120 ming so'm bo'lsa, 1 yilga 2 million girdan ming so'm, 2 yilga 2 million qoldirsa daxilda ming so'm bo'ladi. Lekin bu pulning qaysi davr uchun qaytarilishi qonuniy asosga qarab belgilanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Hujjatni topishning o'zi yetarli emas, arizada to'g'ri talab qo'yish ham muhim. Yana bir misol. Gulbahor opa 30 yil maktabda ishlagan, lekin pensiya hujjatlarida uning maoshi bo'yicha 5 yillik davr noto'g'ri tanlangan. Ba'zan odamning yuqori maosh olgan davri o'rniga pastroq maosh olgan davr hisobga olinadi. Natijada pensiya bazasi kamayadi. Agar u o'zining eski ish haqi ma'lumotnomasini topsa, masalan 1997-1997 yillardagi maoshi 1997-1996 yillardagidan ancha yuqori bo'lgan bo'lsa, hisob-kitob o'zgarishi mumkin. Bu yerda ham albatta katta pul chiqadi demaymiz, lekin tekshirishga arziydi. 3-misol. Rustam aka pensiya oladi, lekin bank kartasidan har oy ma'lum summa ushlab qo'linganini sezadi. U komissiya bo'lsa kerak deb yuradi. Aslida esa sud qarori, qarzdorlik, aliment, kredit, ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar ushlab qolish asossiz bo'lsa yoki miqdori qonunda belgilangan chegaradan oshib ketgan bo'lsa, bu ham tekshirilishi kerak. Chunki pensioner o'z hisobidan nima uchun pul yechilganini bilishga haqli. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq topshirilgan bo'lsa, sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, bank kartangizdan noma'lum ushlab qolishlar bo'lmasa va pensiya miqdori har safar qonunchilikdagi oshishlarga mos ravishda o'zgarib borayotgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni tekshirtirib qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, hamma qaytariladi degan gapni bir xil tushunadi. Aslida qaytariladigan pul faqat aniq asos bo'lsa qaytariladi. Masalan, pensiya organi xato hisoblab sizga kam to'lagan bo'lsa, bu boshqa holat. Siz kerakli hujjatni o'z vaqtida bermagan bo'lsangiz, keyin topib kelgan bo'lsangiz, bu boshqa holat. Bank texnik xato qilgan bo'lsa, yana boshqa holat. Sud yoki ijro organi asossiz ushlab qolgan bo'lsa, yana alohida tartib bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, ortiqcha to'langan pensiya bilan kam to'langan pensiyani aralashtirmaslik kerak. Ba'zi pensionerlarga oldin ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin va keyin davlat organi uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, pensioner ishlayotganini vaqtida xabar qilmagan, nogironlik guruhi o'zgargan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish holati tugagan, lekin ma'lumot berilmagan. Bunday holatda aksincha pensionerdan pul undirilishi ehtimoli bor. Shuning uchun har bir odam o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. 3-nozik masala, qo'shnimga qaytaribdi, menga ham qaytaradi degan yondashuv xato. Qo'shningizning ish staji boshqa, hujjati boshqa, pensiya turi boshqa, xatolik sabab boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shningizga 3 million so'm farq to'langan bo'lsa, bu hamma pensionerga 3 million so'm beriladi degan emas. Bir odamda farq 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Boshqasida umuman farq chiqmasligi mumkin. Yana boshqasida pensiya kelgusidan takkada ming so'mga oshishi mumkin. 4-nozik masala, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ko'p pensionerlar idoraga boradi. Sizga hech narsa chiqmaydi degan og'zaki javobni eshitadi va uyiga qaytadi. Men bunday qilishni tavsiya qilmayman. Agar sizda asos bor deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob talab qiling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, sudga yoki boshqa vakolatli organga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 5-nozik masala, hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana. Korxona nomi farqlari. Masalan, eski mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki korxona nomi o'zgargan, muhr eski, lavozim nomi qisqartma bilan yozilgan. Bunday mayda farqlar katta muammo tug'dirishi mumkin. Lekin bu muammo hal bo'lmaydi degani emas. Kerak bo'lsa arxiv ma'lumotnomasi, Friday yo'q hujjati, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar bor. 6-nozik masala. Bo'lib berilmagan bank kartasi va naqd pul masalasi. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, har oygi tushum va yechimlarni tekshirib boring. Ba'zi odamlar SMS xabarnoma ulamagan bo'ladi. Farzandi kartadan pul yechadi, komissiya ketadi. Kredit to'lovi ushlanadi. Keyin pensioner pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Avvalo bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling.
unda qachon qancha pul tushgani, qachon qancha yechilgani aniq ko'rinadi. 7-chi nozik masala. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men pensiyangizni oshirib beraman, pul qaytarib beraman, falon idorada odamim bor. Oldindan xizmat haqi bering degan gaplarga ishonmang. Pensiya hisob kitobi rasmiy ariza. Hujjat va qonuniy tartib asosida ko'riladi. Hech kim sizdan norasmiy pul so'rashi mumkin emas. Agar kimdir pul so'rasa, bu xavfli signal. Endi nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha pensiyaga oid hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam tayinlanishi va qayta hisoblanishi bo'yicha hujjatlarimni tekshirib berishingizni, ish stajim, ish haqim, ustamalar va ushlab qolishlar to'g'ri qo'llangan-qo'llanmaganini aniqlab yozma javob berishingizni so'rayman. Agar siz aniq davrni bilsangiz, masalan 1994-1999 yillardagi ish stajim hisobga olinganmi deb alohida yozing. 3-qadam, arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana. Kirim raqami yoki mas'ul xodim belgisi qo'yilishini so'raysiz. Agar elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin men murojaat qilgan edim deb og'zaki aytish yetarli bo'lmaydi. Dalil kerak bo'ladi. 4-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar pensiyangizga ayrim ish yillari kirmagan deb gumon qilsangiz, avval ishlagan korxonangizning huquqiy vorisi bormi? Arxivi qayerda saqlanadi? Shuni aniqlang. Tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qilish mumkin. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'lim yoki sex nomi, o'sha vaqtdagi familiyangizni aniq yozing. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, topish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 5-qadam, bank ko'chirmasini oling. Ayniqsa pensiyamdan pul ushlab qolinyapti degan gumoningiz bo'lsa, bankka borib, oxirgi 6 oy yoki 12 oy uchun hisobvaraq ko'chirmasini so'rang. Unda pensiya jamg'armasidan qancha tushgani, keyin qayerga yechilgan yoki ushlanganini ko'rasiz. Agar ijro organi orqali ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro byrosidan asosni so'rang. Agar kredit bo'lsa, bank shartnomasini tekshiring. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankka yozma e'tiroz bering. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Pensiyangiz to'g'ri hisoblangan degan umumiy jumla yetarli emas. Javobda qaysi staj davrlari hisobga olingani, qaysi hujjatlarga tayanilgani, qaysi sababga ko'ra qayta hisoblash rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Agar javob juda umumiy bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rashingiz mumkin. 7-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Men har doim bunday holatda shoshilmasdan hujjatlarni tartibga solib, aniq dalillar bilan murojaat qilishni maslahat beraman. Chunki menga kam berishyapti degan umumiy gapdan ko'ra, 1972-yil sentyabrdan 1993 yil martgacha bo'lgan stajim hisobga olinmagan, mana arxiv ma'lumotnomasi degan gap ancha kuchli. 8-qadam, har bir o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Agar pensioner ishlashni boshlasa, boshqa pensiya turiga o'tish huquqi paydo bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish to'xtasa yoki boshqa muhim holat yuz bersa, tegishli idoraga xabar berish kerak. Bu keyinchalik ortiqcha to'lov, qarzdorlik yoki pul ushlab qolish muammosining oldini oladi. Yana bir amaliy maslahat: farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlariga befarq bo'lmasin. Ko'pincha keksa odam men yurishga qiynalaman, navbatda tura olmayman, baribir foydasi yo'q deb qo'l siltaydi. Lekin bitta arxiv hujjati topilishi, bitta noto'g'ri davr tuzatilishi yoki bitta asosiy ushlab qolish aniqlanishi oilaga sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya oyiga 1,5 ming so'mga oshsa, bu bir yilda 1,8 million so'm degani. Agar oldingi davr uchun ham farq to'lansa, summa bundan ham katta bo'lishi mumkin. Demak, asosiy fikr shunday: pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin. Lekin bu hamma uchun avtomatik tarqatiladigan pul emas. Pul faqat aniq xatolik, kam to'lov, noto'g'ri hisob-kitob, asossiz ushlab qolish yoki hujjat bilan tasdiqlangan qayta hisoblash holatlarida ko'rib chiqiladi. Eng muhimi,
Pensioner o'z huquqini bilishi, hujjatlarini yig'ishi, yozma ariza berishi va og'zaki javob bilan cheklanib qolmasligi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Ish staji to'liqmi? Eski ish joylari hisobga olinganmi? Bank kartasidan noma'lum ushlab qolishlar yo'qmi? Pensiya oshirilishlari vaqtida qo'llanganmi? Shularni tekshiring. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va rasmiy javob oling. Sizning oilangizda yoki tanishlaringiz orasida pensiyasi noto'g'ri hisoblangan, keyin qayta hisoblanib pul olgan odamlar bormi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.